Do'stlar, va nihoyat men O'zbekiston vatanimga qaytyapman do'stlar. Bilasizlar, 5 oy davomida shu oyoqlarim bilan shu yerlarga Makka shahriga yetib kelgandim. Endi hozir 5 soatda Toshkentda bo'laman. Bugun 3-noyabr do'stlar. Hozir aeroportdaman. Do'stlar, juda ham vatanimni sog'indim. Vatan sog'inchi juda qattiq bo'ladi. Hozir bu yer juda issiq. Men Tapishkaga ketyapman. O'zbekiston qanaqa havosi yozinglarchi. Paypog'im ham yo'q. Bir gap bo'lar. Ishqilib qor yo'qmi O'zbekistonda? Do'stlar, qaydaman aytib yuboring? O'zbekistonda. Mana ko'rishdik akamiz. Gap yo'q, mana birinchi ko'rishdik. Do'stlar, men Toshkentga yetib keldim do'stlar. O'zimni vatanim, o'z yurtimga do'stlar. Hozir bu sovuq ekan, Tapishkadaman. Sovuq deyapsizmi?